Assalomu alaykum. Men Abduqulva Ozoda Bayot mahallasida istiqomat qilaman. Men mahallamizdagi xodimlarimiz imtiyozli kredit berilayotganini eshitib, ularga murojaat qildim va men bankdan kredit oldim. Shirinlik ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydim. Bundan xo'jayinim, oilamizdagilar minnatdor, chunki oilamiz byudjetiga o'z hissamni qo'shyapman. Qo'ni-qo'shnilar to'y marosimlarga pishiriqlarni pishirib sotyapman. Undan ortganini mahallamizdagi do'konlarga olib chiqib sotyapman. Bu ham bo'lsa xana oilamiz uchun daromad. Bundan tashqari men 10 sotixlik tomorqamda ketma-ket yaxshi hosillarni olyapman. Birinchi yilga kartoshka ekkandim birinchisiga. Kartoshkadan 5-10 millionga yaqin daromad qildim. Undan tashqari o'zimizda oilamizga ham olib qoldik, qishga mana saqlab qo'ydik. Undan tashqari hozir mana sholg'om, turp, qizilcha shunaqalardan ham ekkanmiz. Buni ham qo'ni-qo'shnilarga, yon-berlarga so'rab kelganlarga sotyapmiz. Qolgani yeyishimizga bo'lib turadi. Bu ham oilamiz byudjetiga anchagina daromad.